Hammaga salom bo'lib, bugungi videomizda qarashdik. Давайте Minecraft har bir versiyaga nima boramiz. Hozir biz 1.5.2 versiyadamiz. Давайте shu versiyada kuchayib ko'ramiz. Keyin biz 1.9 versiyaga o'tamiz va yangi versiya eng emas, sal yangiroq versiya va undan keyin eng yangi versiya va gap cho'zmasa, давайте videoni boshlaymiz. Xo'sh, odida işte игра. Xo'sh, bu yerlarda nima qilsa bo'ladi? Давайте sozda новый bir. Xo'sh, bu yerga işte yozib tashladim. Aja. Nima deydi bilmadim, u ham mayli bo'ladi. Давайте hozir kirib kayf qilib o'ynab ko'ramiz. Давайте hozir dol загрузкada. Xo'sh, hozir to'lyapti. Ozgina kutaylikchi bolalar, to'lib qolar ozgina bo'lsa. Da, menimcha hozir to'ladi. Da, bir paslar to'lishi mumkin, chunki biz eskiroq versiyadamiz. Birinchi qismda bo'lsalar eng eski emas. Sal eskiroq versiyalarda o'ynagandik. Bu birinchisida zo'r o'ynagandik, ikkinchisida rosa qotib zo'rg'a kuchaygan edik. Hozir bunda ham rosa kuchayib ko'ramiz. Xo'p, mayli, давайте. Xo'sh, kirib oldik va birimizga kirib oldik. Hozir men 100% dasturga qarab chiqishim kerak. Qo'tyapti. Davay, ozgina kutamiz. Ozgina ishlab ketadi. Ishlab ket. 3 plus 4 ta. Haval. 6 chakdi 5 uchiramiz. Xo'sh, 5 ga tushirib oldik va mana evi qotibamiz. Da, xuddi men Belmut uchun bir chakka tushib qolgandayman. Xo'p, mayli. Birinchi navbatda hamma nima qiladi? Daraxt chopadi. Shuning uchun biz ham daraxt chopamiz. Xo'sh, bolalar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Shuncha mehnati bizga obuna bo'lmaslikka qanchalik nima? Axir juda yomon-ku. Yo'q. Bu videolarni ketdingiz. Xo'sh, bolalar, mana shu yerda kesib olamiz. O'ziga e'tibor bermaslaru, xo'p, mayli. Xo'sh, boshqa daraxtni chopamiz. Bunday qilamiz va bunday. Nima Minecraftni sekin o'ynaysan deyishingizga, yo'q, biz sekin o'ynamaymiz. Sizlar sekin o'ynaysizlar. Bilamanki, hozir men Android telefonda o'ynayotganimni bilasizlar. Android telefonda o'ynayman. Xo'p, mayli. Xo'sh, bunday qilamiz va bizga topol kitkalar 100% kerak hozir. Kirka topol. Xo'sh, yaxshi. Hozir kuchayishimiz zo'r. 7 urgan ekan. Davchi sengacha yuramiz shunda. Normalniy. Keyinroq yadirlar kelib qolardi. Kelib qolardi. Ishlaydi bunda, ishlaydi. Xo'sh, давайте bunga kesib olamiz. Sindirib olamiz degani kesda chiqib qopti hozirgida. Xo'sh, 32 ta bor bizda hozir. 32 ta nima bor? Daraxt bor. Xo'sh, endi nima qilamiz? To'g'ri, nima qilamiz? Har bir kunda bolalar nima qilamiz? Agar o'lib qolsak boboda. O'lib qolsak boshqa versiyaga o'tamiz. Yengil yuravermas edi. Xo'sh, qanaqadir qishloq ham topish kerak bu yerlarda. Qanaqadir qishloq bo'lish kerak. Qaranglar, shunchalik ham zo'r bo'ladi bu Minecraft. Okey, endi ochtiramiz. Biz hozir eshityapti. Yumchak ovozimi? Bu versiyada game modi ishlamasligini bilamiz-da, shuning uchun sekingina suramiz. Qotyapti yurganimda. Sekin yursam qotmayapti, yursam salpon qotib qolyapti. Xo'sh, adashmasa mana ochishni o'ylayapmiz. Okey, bizga hozir tosh kerak. Toshni esa yer tagidan olish kerak.
Men de yerdi. Kirabıza da yerlerge. Yoma yo. Bu koçtu. Ne yapma yaş. Hoppa. 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 Ana var koyat taştaldı yakıyor var. Yo vay yo. Zırga keldi be. Okey bir yerdeyse hemen tapor ve kilkanı almashtırıp olamiz. Bizga o'zi 20 TL kerak, keyin yana ozgina qo'llab keyin ketamiz. Qotyapti. Video o'ylayotganda qotyapti. Video bo'yicha rosa zo'r ishlaydi Minecraft. Xo'sh, yana qanaqa videolar olyapsizlar? Barbarada hammani mandir deysiz. Bu yoqqa qo'yilib qolyapti. Eshak bu yoqqa qo'yilsa o'ylasammi? Şurada seni olmazsa zörbelerdi Minecraft'taki. Çok kovuydu be. Oy, şurada tıklamız ve kettik süremiz. Özüm çıkıp koy. Daha az yeri taş koyup ketemiz ki. Çünkü az peçke yaşasımızı mümkün. Çünkü az peç. Az peçke yemesine. Yani onun üstü kaldı. Valla sizlerce muhun yapın var. Muhun yapın demesinden çıkarıp koyun. Ama erkeğin isimde kaçsa aytıp koyama. Hemen 7 minut içinde hazır biz şunchalik kuchayib ketibmiz. 7 minut içinde. Daychi bunday qilib turib bunday qilamiz. Men chip yoqmaganim uchun shunaqa bo'lyapti shekilli. Hamma ketdik. Yo, zombilar da oz eshitilyapti meni. Shuni tagida nimadir 100% bor-da, shu. Bekada eshitilmaydi-da. Manzarani qarayda, biz hozir yangi versiyalarga ko'chsak, manzara emas bo'lib qoladi, bola. Buni 3-qismi ham bor, chunki 3-qismi eng yangi versiyada o'ynaymiz. Hozir biz 1.21 versiyaga o'tamiz. Nimagadir normalni. Biz hozir normalniyada o'ynayapmiz. Qo'yib qo'y shuni. Chunki zombilar ko'p paydo bo'lib ketmasin-da. Shuning uchun ay, normalniyam shunaqami? Sherda yurganlarmi? Hozir bilaman bola, atelabda o'lyapti, mayli, iltimos. Men o'z ovqat izlab yurib, ovqat yo'q. Uncha qirib o'rgan ovqatlarni ham. Martegmeli ketdik. Okey. Shakar qamış bizga kerak. Endi qamaldik. Ketdik. Yema. Seriously Minecraft? Juda ko'p yo'llardachi qolganida nimalar qayerda sayohat qilaylik? Zerikib ketdim nimagadir. Kechki yurib. Kechki yurish jonimga tegib ketdi, hammang ketdik. Okey mana. Okey, yaxshi. Hop. Drift qilamiz. Hop. Pip bum bim bum. Yey. Yo'l chiqadimi axir? Qanaqadir orolcha chiqadimi? Yo, shkulginlar ketdi shakar qamishlarga. Bizda bor 12 ta. Dachi buni nimaga aylantiramiz?
qog'ozga, chunki bizga qog'oz 100 so'rash kerak. Bitta osh qoldi, mana shu bariga. Bo'lmagan. Mana shu orolda qolaylikchi. Orolda bir-birlar bor. Bu orolab, boyagi orolga qo'shilib ketish kerak. Keraklikchi. Hozir qolib, yugurmay qolishim mumkin. Axir jonim ham ovqat yo'q. Okey. Yey. Juda charchadim, lekin bolalar videoni shu joyda to'xtatib turamiz. Shuni ikkinchi qismini xohlaysanglar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Men esa hozir ishim ko'p.